Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir navbatdagi ijodimiz o'z nihoyasiga yetdi. Juda ko'rib baho berasan. Juda go'zal holatda chiqdi. Oddiy cho'rni kalitga granitgacha tayyorlab berdik. Suv granit bosib oladi. O'sha ta'sir bor ekan bo'lsak do'stlar, birinchisiga uyda ochib beruvchi mangalimiz, ikkinchisiga рабочий stol yoniga hamda 20 talik qozonimiz, 60 talik qozonimiz, pastda 1,5 metrcha рабочий stol, keyin chekkaga moyka. Shunday holatda chiqdi. O'ta zo'r. Tortuvlarni ko'rsatamiz egasiga. Qarang. Charchim tortuvlarni ko'rsatamiz. Monda kaltaga olsanglar bo'ladi, menga bitta ko'rsatib yuboring. Ol, ana shundan birini ol, ko'rsatib olsak. Tortuvlari mangalimizda ham, shashlik pishirganingizda ham oldingizga tutun bo'lib, unaqa bo'lmaydi, xudo xolasa. Hali buni ishlovini qilsa, dahshat chiqadi. El qochib. Xo'sh, 20 talik qozonimiz. Tortuvi. Shunday holatda. Xo'sh, ikkitasi bitta mo'ri, ikkovini ham ketaveradi. Namangan bu ishimiz xudo xolasa Namangan shahar, Norin tumanida bo'ldi. Uyda egasiga mana topshirish jarayonlari. Sirojiddin. Ishlariga gap yo'q, yo'qdi. Uyda egalari. Qalay, ma'qulmi? Ma'qul ustaga. Endi bag'i o'zingizdan, bag'am usta. Xo'sh, addiyatchik Norin tumanida nomer 1 ustalardan bittasi. Endi mana shu bola xudo xolasa cho'tka qilib granitlar qilsa yana bir to'liq videoga qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.